Bundan arzon Nexus topsalaring, shu Nexus padarga qo'yamiz. 2010-yil Nexia'miz 450 km yurgan, kraskalar absolut toza, dehqon o'zidan faqat bitta mashinada petnosi bor ekan. Bitta ustalarga bemalol ko'rsatib o'raveradi, xohlagan joylarga olib borib, biz qo'yayotgan mashina dehqon o'zidanligiga bemalol tekshirib olsalar bo'laveradi. Mashina ichki salonlarni ko'rsatamiz. Mashinamiz yaxshi holatda, mexlarga chiroqli qo'yib berishdi qishga, bunisiga bonus qilib berib yuborishadi. Mashinada metan baloni bor. Buni orqadan ochib ko'rsatamiz bitta. Mashinamiz ustaniki. Usta narsalar turibdi, buni ham bonus qilib yuboramiz mabodo. Mashinamiz istarali, chiroyli holatda turibdi. Orqadan tonirovka tortib berish chiroyli qilib, narxi albatta yoqsa bitta like bosib, poddeska qilib qo'yasizlar. Mashinamiz narxini $4,500 o'tib berilgan xonasi bor. Siz uchun kanalni tisalang, albatta skidka qilib berishadi. Pastdan nomerlarni qoldirib bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu videoga like bosib, do'stlarga tarqatib, poddeskani ayamamiz. Bu mashinamiz adresi Marg'ilonda turibdi. Bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar.